Bugungi damdan keyin mana men o'zim sochlarimni ham uxut qilib oldim, chunki basseyn suvi sochni quritib tashlaydi. Uxut qilib, ukladkalar qilib oldim. Men sizlarni e'tiborlaringni mana bu SMSga qaratishlaringni xohlayman. Baraka topkurlar. Meni uy sharoitida soch bo'yashni o'rgatadigan hech qanaqa darsligim yo'q. Unaqa darslik qilish niyatim ham yo'q. Chunki soch bo'yashni uy sharoitida qilib baraka topmaysiz. Agar sizga oqlaringizni yopish kerak bo'lsa, noli bor kraskalar bilan bo'yashingizni tavsiya qilaman. Atak har safar qizni rasmiga qarab sotib olgan. Paletmi, garnirmi, undan boshqa luboyni sotib olasiz va o'sha qizni rasmidaqa bo'lib chiqmaydi. Buni mukammal o'rganish uchun kolorist bo'lish kerak. Imенно salon sohasida ishlaydiganlarga koloristikani o'rganaman deganlar uchun darsliklarim bor, lekin uy sharoitida soch bo'yashga emas, sochni to'g'ri uxut qilishga darsligim bor. Hozir men shu darslik silkasini qo'yib qo'yaman. U soch bo'yash haqida emas, to'g'ri uxut parvarish qilish haqida.